Assalomu alaykum va ekasizlar. Akalar, bugun 1-oktyabr Sankt-Peterburgdan Dushanbega, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Dushanbe, Uralskiy velini har doimgidek stoyk registratsiya 69 dan to 76 gacha boshlandi. Akalar, yana bir bor assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bugun 1-oktyabr Tojikiston yo'nalishiga Sankt-Peterburgdan bilet narxlarini aytib o'taman. Severniy Veter, ya'ni Northwest Airlines reyslarini chiqardi. Noyabr oyiga, dekabr oyiga ham chiqardi. Ammo bilet narxlari premyerna yo 22 mingdan chiqishi kerak, yo 23 mingdan chiqishi kerak edi, lekin ammo 28 ming, 27 mingdan Dushanbe kuniga, payshanba kuniga, bozor kuniga, понедельник, четверг, воскресеньеga reyslar Peresatga через xohlang Kazan uchun, xohlang через Ufa uchun 2 soat orqali pryamoy reys 33 ming, 32 ming bo'lganda Peresatga 28 ming, 27 ming bo'lyapti. Bu Dushanbega. Severniy Veter noyabr va dekabr oylariga. Sankt-Peterburgdan Kazan Bog'targa ham noyabr oyi har haftani seshanba kuni, ya'ni vtornik kuniga qo'yilgan. Ammo bilet narxlari 28-27 mingdan bo'lyapti. Lekin oktyabr oylariga Peresatkalarda agar ertaroq olsa arzon akalar, ya'ni Tojikiston yo'nalishiga Qo'rg'ontepaga ili Dushanbega 24 ming, 23 ming 800, 25 mingdan topsa bo'ladi. Bilet narxlari 33 ming, 32 ming 500, 29 ming 900, 30 ming 900 misol har xil variant bo'lib turgan paytida Peresatka bilan promoyda o'rtasida doimgidek saqlanib qolyapti 6 ming, 7 ming rubl razniца akalar. Bilet narxlarini akalar Elron va kasasiga murojaat qilingizlar. Hamma yo'nalishda Peresatkani promoyda ko'rib beramiz, arzon akalar. Kelishtirib, chiroyli qilib yozib beramiz. Bizdakin bo'lsangiz, aeroport Bukodan o'zimiz o'tkazib qo'yamiz akalar. Elron aviakasasi eng ishonarli va eng arzon aviakassa. Murojaat qilasizlar. Nomerlarimiz ishlayapti. WhatsApp, Telegram, offline adreslarimiz bor akalar. Biz sizlar xizmatlaringizda bemalol murojaat qilasizlar akalar.